Taksida yurgan jigarlarim, ogoh bo'lasizlar. $100 beraman aka, 1 soatga erim bo'lib bering deb turib, gostinitsaga olib borib, $500 bersang arizamni qaytarib olaman deb turib, bir taksi akamizni juda sarson qilyapti bitta qiz. Shunaqangi vaziyatga tushmaslik uchun akalar ogoh bo'lasizlar. Tekin go'sht faqatgina qopqonda bo'ladi. Mehnatinglarni qilinglar, halol yuringlar. Kim shunaqangi muammolarga uchrayotgan bo'lsa, kommentarda yozinglar. Boshqa taksi jigarlarim ham bilib qo'ysin. Shunaqangi qiziqarli muammolardan bittasini har kun bo'lishib boraman. Ogoh bo'linglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, eng zo'r sekretlarni aytib boraman. Kim shunaqangi nohaq bloklanib qolgan bo'lsa ham, blokinglarni ham ochib beramiz. O'zbekiston va Rossiya bo'ylab qo'limizdan kelgancha hammasini. Va Rossiyada hozirgi kunda -20 prioritet qilyapti. Ularni ham yo'lini qilib qo'yganmiz. Yandexda O'zbekistonda ko'proq ishlamoqchi bo'lsangiz, biz magnitni brend ishlab chiqaramiz. Magnit brend haftasiga 750 ming so'm bonus beradi. To'y hashamga borganda buni olib qo'yasizlar. Liniyada yurganda mashinangizni orqasiga yopishtirib qo'ysanglar, mana bunaqangi taksi agregatda ko'chada 70 ming, 80 ming sotilayotgan payti biz 25 ming so'mdan sotyapmiz. Oldiga taksi, orqasiga o'zingizlari brendinglarni tushirib beramiz. Mazzami shunaqangi Yandex jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Eng zo'rlari oldinda biz xizmatda Manzil Chilonzorda hammani kutib qolamiz.